Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimizning a'zolari. Bugun 23-fevral 2026-yil navbatdagi lab bo'lgan. Mana tuni ko'ra bo'ldik. Laboni pollari, yonlariga polni shumka qilingan holatda bo'ldi. Ko'rib turibsizlar. Konteyner pol, penoplik shumkalar joy-joyida, akkumulyator zashta qiladigan mana sondiqlari bor, yonlarigacha yopadi, loy-poy sachramaslik uchun. Qalinliklari 1.8 temir listlardan yasaladi bu sondiqlar. Tunikamiz mana tag qismi 1,5 sm ichkariga qaytgan. Mana pol qismida ham hech qanaqa zakilovka, samolyot degan nimalar ko'rinmaydi. Ular ham tag tomondan uriladi. Orqasiga alohida dubasi bor, poliga rezinka, tunuka, tomiga bagaj, bunaqa sondiqlari bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Bardon qishlog'i. Svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat bilan o'rnatib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin. Fikrlaringizni o'z yozib qo'yinglar. Do'stlarga, yaqinlarga, lab olgan tanish aka-ukalarga jo'natishni unutmanglar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.